Akalar, mana shu masjidimizga 1,5 million dollar atrofida pul ketgan. Lyustrasi yo'q. Bitta lyustrani o'zi 50-60 ming dollar turadi. Lekin bu masjidimizda lyustra yo'q, mana bezak ham qilinmagan. Bir katta masjidlarni bezagini qiladigan akalardan so'ragandik, mana shu joy o'ziga necha pul ketadi deganda 4 million dollar hisoblab berishdi. Akalar, bu masjidimiz o'zimizning mahallani masjidi 1,5 yilda bitgan, hech qanaqa bezaklari yo'q, hammasi o'zimizning milliy mahsulotlardan qilingan akalar. Mana atachentasi bormi, panellari bormi, hattoki gilamlarigacha. Akalar, ozgina yordam kerak bo'lyapti. Bir restorandan qolib ketgan akamiz, Alloh rozi bo'lsin, shu masjid endi ochilgan paytda restorandagi konditsionerlarni bergan ekanlar. Konditsionerlar уже tamom bo'lgan, ishini bajarib bo'lgan, bir 20 yillik konditsioner уже sarg'ayib ham ketgan. Hozir ustalarga ko'rsatgan edik, ustalar уже almashtirib qo'ya qolaylik, buni hozir tuzatib odam bo'lmaydi deb aytishdi. Bizga hozir 6 ta katta konditsionerdan kerak bo'ladi. Bir 55 million turar ekan. Shu Shivakimi, Avalonmi, shunga o'xshagan brendlar bor, o'zimizning mahsulotlardan olaylik. Agar yordam bersanglar, oranglarda boyvachchalar bo'ladigan bo'lsa, kelinglar, mana shu masjidga ozgina yordam qo'yinglar. Krupniy akalarimiz bor. Shunga bir mana shu masjidga men o'zim yordam beraman deydigan bo'lsanglar, hayit, juma namozlarida salqinga namoz o'qisa, sizlarga ham savob kelib turardi. Akalar, bo'shashmaymiz.